Masjidga kirish duosi. Masjidga kirishda birinchi 10 oyoq bilan kiriladi va 10 oyoq bilan kirganda aytasizki: A'udhu billahil azim. Buyuk Alloh bilan panoh so'rayman. Va biwajhihil karim. Karim yuzi bilan, Allohni vajhi bilan, karim karamli yuzi bilan so'rayman. Va sultonihil qadim. Qadim saltanati bilan so'rayman. Minash shaytonir rojim. Toshbo'ron qilib quvilgan shaytonning yomonligidan. Ya'ni shayton yomonligidan buyuk Alloh bilan va uning karamli yuzi va qadim saltanati bilan undan panoh so'rayman. Bu hadisni mana boshida kelgan hadisda Amr ibn Os roziyallohu anhu rivoyat qilgan va bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah deydi. Bismillah degani Allohning nomi bilan. Allohning nomi bilan kiryapman. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Allohumma ftahli abwaba rahmatik. Allohumma ftahli abwaba rahmatik. Bu Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan, Imom Muslimda keladi. Lekin salovat esa Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilgan. Shuning uchun ham bismillah, Alloh nomi bilan boshlayman. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytasiz. So'ngra ey Allohim iftahli, Allohumma iftahli, Allohim men uchun ochib qo'ygin. Nimani? Abwaba rahmatik. Rahmat eshiklaringni ochib qo'ygin. Allohning rahmat eshiklari ko'p. Masjidga kiryapsizmi? Sizga ilm eshigini ochishini so'ragan bo'lasiz. Sizga qalbingizda xotirjam bo'lish eshiklarini, qanoat eshiklarini, butun rahmat eshiklarini sizga ochishligini Alloh taolodan so'ragan bo'lasiz. Shuning uchun ham masjidga kirishingizda ushbu duoni har doim aytishga odatlaning.